Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz. Xudo xolasa mana bu Sharxondagi ishimizni ham o'z nihoyasiga yetkazdik. Uyda egalariga topshirdik. Uyda egasi juda xursand akalar. Bu ishimizni ko'rib baho berasizlar o'zinglar. Bu obyektga juda ko'p tunukafonchilar kelgan, mana bu burchaklarini chiqargani o'ylanishgan, xullas qilib berishmagan bu ishni. Bizga xudo xolasa qalamda chizib bersanglar, biz ustalarimiz o'ta professional. Sizlar aytgan fasonda, aytgan stilda qilib beradi tunuka ishlarini. Ko'rib bir baho berib qo'yasizlar. Bu ichkari tomon shapkasi. Buni boshlanishi, ish jarayonlarini qo'yganmiz. Bitmagan holatlarini ham YouTube kanallarimizga qo'ygan edik. Mana pardalarini ham ochiladigan, yopiladigan qilib berganmiz. Xudo xolasa bu ishimiz juda a'lo darajada bo'lib chiqdi. Balandligi ham 7-8 metr bo'yi. Chiroyli holatda chiqarib berganmiz. Oq rangi, mo'g'ri rangda bo'lgan. Mana ko'rib turibsizlar, burchaklar juda ko'p. Asabni buzadi, ustaning asabini juda buzadigan ishlar o'zi aslida bu. Sabr kerak, qo'l mehnati, asosiysi qo'l mehnatida bo'lgan ishlar bu yer. Mana turbalarni ham tushirib berganmiz. Bu obyektimizga xudo xolasa 178 kvadrat list ketdi. 177-57. 178 kvadrat listga akamiz pul to'ladi. Ko'rib turibsizlar, mana burchaklarni ham juda chiroyli tarzda eslab qolinglar. Bu burchak bilan eng oxirdagi burchaklarimizni ham hozir ko'rsatib o'taman. Mana bir xilda, ikki tomoni ham bir xilda. Bu ham narigi boshdagi tunukafon burchaklari ham juda chiroyli keltirilgan. Kimga shunaqangi go'zal tunukafon ishlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar, uylarda shunaqangi go'zal ko'rinishda tunukafon ishini qilib beramiz. Vodiy O'zbekiston bo'ylab ish qilamiz. Asosiy vodiyda ish qilmoqdamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Pastda telefon nomerlariga aloqaga chiqsanglar bo'laveradi.